Telefon raqamingizni kiritib qo'yaymi, shart emasmi? Yo'q, kalandir menga qog'oz protokolga Qog'oz protokolga. Bo'ldi. Shep, qog'oz protokoli joningizdami? Qog'oz protokol kerak edi-da. E'tirozlari bor ekan, qoidabuzarliklariga elchixonadan o'tgandan keyin. Ozgina kutib turasizmi, kelyapti hozir. Qancha kaman? Hozir jentrani to'xtatib, xodim akam qo'yishib yubordi. Tekshirishmadi. Kamandir qancha kutamiz yana? Nos qog'oz protokollari ham yonida bas ekan. Bo'ldi, haydovchi qog'oz protokol keldi, mana komandir olib keldi. Sizga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirildi. Nima bo'lyapti? Assalomu alaykum. Komandir aka. Nima bor? Muammo yo'q. Ha? Muammo yo'q. Yozyapti protokol? Shuni qarab turib protokol. Yozib berasan. Nima qilasiz? Sudda turasizmi? Qo'shimcha qo'shib olganlar. Kamandir men tushuntirdim mashinani. 10 kun bo'ldi mashinani olganimga. Menga hali hech narsa qo'yganim yo'q. Lekin yoqqanda yoqmayapti hozir. Mana yonmayapti-da, yonmayapti. Yonmaydi-da mana. Boshqa qo'llanganmi hozir o'sha? Yo'q, yo'q, yo'q. Kamandir yoqib qo'yaveraymi kapotini? Siz vazingizni qochirib qo'yaman. Qochilaringiz aka. Qonunda